yanlışlıklarını tuzatish uchun tanqid qilishimiz kerak. Shundoq bo'lganda, borgan sari harakatimiz takomillashib, eng to'g'ri yo'l, eng qisqa yo'l, eng foydali yo'lni tepib yetimiz Xudoyim bo'lsa. Biz adolatsizlikka qarshi kurashyapmiz. Alloh taolo adil bo'linglar degan. Shuning uchun hammamiz boshda o'zimizga qarshi, bir-birimizga qarshi qarata adolatli bo'lishimiz kerak. Vijdonli bo'lishimiz kerak. Albatta. Ki shu adolatlik bo'lish, vijdonli bo'lish oramizdagi olalarni, gap topadiganlarni, voy qarindoshlar deb o'tgandek, harakatimizga qarshilik ko'rsatayotganlarni o'zligidan o'tirg'i chiqarib, ularningki so'zining e'tiborsizlashtirib, harakatimizning texnik kuchlanishga sabab bo'ladi. Demak, adolatlik bo'lish, haqni haq deyish, vijdonli bo'lish. Buni o'zimizga qarshi, bir-birimizga qarshi va dunyodagi boshqalarga qarata bundoq bo'lgandan keyin bizga hissashlik bildiradigan, bizni qo'llaydiganlar ko'paydi. Chunki ular deydi, bular mana adolat uchun kurashib yutibdi, adil insonlar ekan, biz bularga insonlik nomiga yordam qilaylik, ularni hini turaylik deydi. Buni aytib muhim. Adil bo'lish, durust bo'lish, samimiy bo'lish, vijdonli bo'lish. Alloh hammamizga kuch-quvvat bersin, harakatimizning muvaffaq bo'lishi uchun duo qilaylik. Inshaalloh biz kunning birida inshaalloh maqsadimizga yetamiz va erkin yashaymiz. Amin. Rahmat. Amin. Rahmat. Ana jo'ziq keladimdi. Biroz Yaxshi bir suhbat bo'ldi. Rahmat. qisqa bir Erkincha tatlindigan rahbarim yo'q. Unda alaydigan hech kim yo'q. ko'zni qiladigan odammi yo'q? İşimizga qo'shig'imizga ochiq deb oldik.